70 ta bolalar 5 yoshdan 14 yoshgacha bolalar qizlar aralash o'yin bo'pti. Nima deb deysiz? 5-chi turga start berishdi. O'yin boshlanadi xudo xolasa. Chiqib. Ha? Oxirgi tur. Bitti masalan, mesela tabriklayman. Ko'pchilik mana oxirgi turda yetib chiqdilar. Güzel. Nima? Yonli daqiqalar, ikkita qizim kirishi mumkin, 1-2 bo'lib, или bittasi kiradi aniq. Xudo xolasa, taqdirlash marosimi. Слушаем, награждение. Второе место занимает Еркинова Гафар. Qasha chaldi. Tabriklaymiz. Turnirlari o'tamiz endi. Yetmay qoldi, mayli. Shunisiga ham shukur. O'yinimiz ancha oldinga siljishlar bor. Mayli, shunisiga shukur. Yo'qmas, o'ynadilar. Mana yoshlikda boram. 28 yil oldin betlarni gullatardi. Mustaqillik maydoni. Har kuni kelib ketardi bu yoqqa. Bolalar bog'ini metrolagan shu. Hozirdan turib olardi. Lanka to'xtaydi, ishidi. Mana to'g'riga to'xtadi. Ko'rdilaringmi? Ketdi. Odatda bunchalik odam bo'ladi o'ylayman. Odam qaraylik ko'p. Metroda shuncha odam. Metrodan ham chiqib oldi, ketdi.